U17 Osiyo Kubogi yoshlarimiz mana g'alaba bilan qaytdi, yuzlari yorug' bo'lib qaytdi. Otasiga ming rahmat. Nimaga g'alaba qozonib qaytdi? Kattaqo'rg'onda nosini, Jizzaxda somsasini, Toshkentda norini yu Samarqandda nonini iste'mol qilib, bizda Al-Buxoriyda ziyorat qilib, 2 ta bovoyni chaqirib, 5 ta cho'zma qilib, 4 ta chiroq yoqib, chelakda semichkasini chaqib borgani uchun ham ana shunday g'alaba qozonib qaytdi. Ayniqsa hozir trendda ketayotgan Mashhurbek Muhammadning siqilma qo'shig'ini eshitib yurgani uchun ham futbolchilarimiz siqilmadi. 2 ta qizil kartochka olsa ham arablarning oldida boshi bukilmadi. Shu qo'shiqni eshitmaganda o'zbeklar gol urmardi. Bu yutuqda o'zi asli Mashhurbekning ham hissasi bor. Tepada Alloh turibdi degan Islombek ustozi bor. Xullas futbolchilarimiz o'yinda qizdirib portlatib yoqib qo'ydi. Arablar esa aqib qo'ydi. Darvozabon Rustamov qoshini qoqib qo'ydi. Nimasini aytasiz? Sotilgan hakamda rejasini yeb qo'ydi. Qizil kartochkanga ham, stadioningga ham, tomoshabinlaringga ham biz o'zbekmiz deb qo'ydi.